2025 yil 7 noyabr kuni soat 20 da Milliy telekanalida Sevimli O'zbek seriali Ovsinlar"ning 35 qismi namoyish etiladi. Bu sana muxlislar uchun alohida ahamiyatga ega, chunki har bir yangi bo'lim bilan serial yanada chuqurroq his-tuyg'ularni ochib beradi. Oila, sadoqat va kechirim haqida hikoya qiluvchi asar o'z tomoshabinini topgan. Yangi qismda voqealar yanada keskinlashadi. Kelin va qaynonaning o'rtasida yangi sinovlar boshlanadi. Ishonch, gurur va bag'rikenglik mavzulari markazda turadi. Ba'zan bir ogiz so'z butun mehrni yo'qotishi, ammo bitta samimiy harakat esa yuraklarni yana yaqinlashtirishi mumkinligi chiroyli tarzda ko'rsatiladi. Serialning asosiy kuchi obrazlarning hayotiyligi va aktyorlarning ishonchli ijrosida. Ovsinlar o'zbek oilaviy qadriyatlarini chuqur aks ettiradi va har bir kadrda mehr, sabr hamda insoniylik mujassam. Tomoshabinlar uchun bu serial nafaqat oila munosabatlari haqida, balki kechirim, sabr va or-nomusni saqlash haqidagi darsdir. 35 qismda tomoshabinlar ko'p kutilgan voqealarga guvoh bo'ladilar. Agar siz chin ma'noda yurakka yaqin o'zbek dramalarini yoqtirsangiz, ushbu kechani Milliy o'tkazib yubormang.